Mavzudan uzoqlashmaymiz. Ommaviy sport bilan shug'ullanuvchi qatlamni ko'paytirish va har bir fuqaroni sog'lom turmush tarziga jalb qilish maqsadida respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida har yili sport oyligini o'tkazish an'anaga aylangan. Viloyatimizda mazkur oylik doirasidagi musobaqalarga start berildi. Ilk bellashuvlar Urganch davlat pedagogika instituti talabalari o'rtasida o'tkazildi. Hozir shu haqda. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan 2025-yil may oyi Respublika oliy va kasbiy ta'lim muassasalarida sportchi yurt himoyachisi shiori ostida sport oyligi deb e'lon qilingan. Mazkur oylik doirasida Urganch davlat pedagogika institutida talabalar o'rtasida shaxmat, shashka, voleybol va mini futbol musobaqalari o'tkazildi. Oylikning rasmiy ochilish marosimida so'zga chiqqan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi mas'ullari hamda oliygoh o'qituvchilari bu tashabbus yoshlarda jismoniy faollikni oshirish, ularni sog'lom hayot tarziga jalb qilish, sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish hamda iroda va bardamlik ruhida tarbiyalash maqsadida yo'lga qo'yilganini qayd etdilar. Shundan so'ng ilk bahslarga start berildi. Shaxmat va shashka bo'yicha o'tkazilgan birinchilik talabalarning aqliy va to'g'ri qaror qabul qila olish salohiyati sinovdan o'tdi. Bahslar qiziqarli kechdi. Ayrim vaziyatlar esa professional turnirlardagi qarama-qarshiliklardan qolishmadi. Qizlar va o'g'il bolalar o'rtasidagi voleybol musobaqasida ishtirokchilar o'zlarining epchillik, chaqqonlik va jamoaviy harakat qilish ko'nikmalarini namoyon etishdi. Unda har bir jamoa a'zolari birdamlik bilan g'alaba uchun bellashdilar. Qizg'in kechgan bahslarda g'olib jamoani aniqlash oson bo'lmadi. Mini futbol bahslari esa yosh sportchi va muxlislar uchun o'ziga xos sport festivaliga aylandi. Yosh charm to'p ustalari maydonda o'z imkoniyatlarini maksimal darajada sinovdan o'tkazishdi. Ishtirokchilarning epchil va chaqqon harakatlari o'yinlarga o'ziga xos shiddat bag'ishladi. Do'stona ruhda o'tgan musobaqalarda omad har doimgidek kuchlilarga kulib boqdi. Yakuniy natijalarga ko'ra barcha sport turlari bo'yicha o'tkazilgan musobaqalar g'olib hamda sovrindorlari tashkilotchilar tomonidan rag'batlantirildi.